Sxemada ikkita kirish bor, A va B. Chiroq yonishi uchun A ham B ham tok o'tkazishi kerak. Bu qaysi mantiqiy element? Mantiqiy elementlar sxemasining jadvalchasini, rostlik jadvalchasini tuzib oladigan bo'lsak, A, B bor edi. Xo'sh, mana bu yerda qaysi element ekanligini bizdan so'rayapti. Ikkita bo'lsa agar, nima edi? Nechta holatni ko'ramiz? 4 ta holatni ko'rib bilamiz qachonki true yoki false bo'ladi uchun. Ikkalasini ham yolg'on, bittasi yolg'on, bittasi rost, bittasi yolg'on va ikkalasi ham rost deydigan bo'lsak, qaysi birida ham unisi ham bunisi yonishi kerak tok o'tishi uchun. Qo'shuv qilsak, ya'ni deduksiya qilsak agar, mana bu ham bir bo'ladi, bu ham bir bo'ladi. Lekin bizda ham A ham B deyapti. Ya'ni ikkalasi bir bo'lsagina tok o'tsin deyapti. Qolgan holatlarda o'tmasin deyapti. Bu qaysi jadval? Qaysi element jadvali? Bu AND elementi jadvali.